Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli dindoshim. Iltimos, videorolik keng tarqalishi, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan holda like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Bir kecha Abbosa suhbatdoshlariga murojaat qilib dedi: "Ey, hozir bo'lganlar, agar bu jahon kofirlar bilan to'lsa va o'shanda kofirlar sidqu safo yuzidan iymonni qabul qilsalar, ishonmoq mumkin. Darhaqiqat, buning tasdig'i shuki, minglab payg'ambarlar odamlarni iymonga da'vat etdilar. Odamlar ularga ergashdilar, ammo ularning kofir nafsni musulmon qilishga kuchlari yetmadi. Bunga urinmadilar ham. Zero yuzlab tafovut va ziddiyatlar, adovat va nadomat shu nafs tufayli edi. Biz hammamiz kofir nafs hukmidamiz. O'z ichimizda kofirni parvarishlaymiz. Bu nafs shunday bo'ysunmas, battol kofirki, uni o'ldirish eng katta savob. Bu nafs har jihatdan ofat keltiradi. Agar u nobud bo'lsa qanday yaxshi bo'lardi. Ko'ngil, vujud mamlakatining muqim otlig'idir, ammo kecha kunduz bu nafs iti uning nadimi, suhbatdoshi. Otliq o'tini qancha choptirsa, it ham ov paytida u bilan barobar yuguradi. Ko'ngil nimaki jonon huzuridan olgan bo'lsa, nafs ham ko'ngildan shuncha oladi. Kimki bu itni mardlik bilan band etsa, ikki olamda sherni o'z domiga tushirgan bo'ladi. Kimki bu itni o'ziga bo'ysundirsa, mardlikda hech kim u bilan tenglasha olmaydi. Kimki bu itni mahkam bog'lasa, uning oyog'ining tuprog'i boshqalar qonidan afzaldir. Azizlar, videorolik sizlarga manzur kelgan bo'lsa, iltimos, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan holda like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qoldirishni unutmang.